Assalomu alaykum do'stlarim, YouTube ahli. Men sizlarga o'z chiroyli video qilib ko'rsataman. Telefonlaring qizib ketsa yoki qotsa, o'yinga tushganlaringda katta zonaga tushgan paytlaringda telefonlaring lag bo'lib, tekstura, grafikalaring ishlamay, ko'rinmay qolayotgan bo'lsa, qotib, kechroq tushayotgan bo'lsalar, o'shani davolash, ya'ni to'g'irlash yo'lini ko'rsataman. Menda ham 45 fps qotiradi shunchaki. Xo'p, buning uchun avvalo biz chiqish qilamiz. Chiqishni bosganimizdan keyin chiqishni bosganlaringdan keyin sizlarda mana bunaqa o'yna chiqadi, ya'ni sizlarning center glavniy akkauntlaringga olib kirayotgan o'yna. Shunda mana yerda ta'mirlash til yordam turadi. Ta'mirlashga bosasizlar, ta'mirlashda oddiy tuzatishga belgilab qo'ygan. Belgilanmagan bo'lsa belgilab qo'yadi. Oddiy tuzatishga bosganlaringdan keyin sizlarning telefonlaring qaytadan ishga tushadi. Sizlarning fayllaring, hech bolalaring o'chmaydi, prosta telefonlaringda qo'tirayotgan, yuklagan har xil keraksiz narsalaringni o'chirib tozalab beradi. Biz uchun layfhack jigarlar foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yinglar. Mana telefon boshqatdan ishga tushib, bir 100 megabaytni faylni yuklab olgandan keyin o'yinda ishga tushirsalaring bo'ladi. Telefonlaring xuddi yangi telefon olib, yangi PUBG tortgan holatiga keltirib beradigan dastur. Men o'zim telefonim qotgan payti ko'p sinayman, telefonim maksimal darajada oldingidan o'zgarganini his qilaman, sezaman. Sinab ko'ringlar ishonmasalaring. 112 megabayt ekan. Lekin muammosiz. Internetlaring bo'lsa ham katta megabayt emas, skachat qilsalaring bo'ladi o'shada zahoti. Qisqasi mana buni yuklab bo'lgandan keyin sizlarni o'yinga olib kirib ketadi. Все yuklandi. Yuklanib bo'lingandan keyin bo'ldi. O'yin qayta ishga tushadi. O'yin qayta ishga tushgandan keyin o'zlaring o'yinlaringni ko'rib baho berasizlar. Hech qo'llaring o'chib ketmaydi. Prosta tak telefonlaring toza yangi bo'ladi. O'yinda ishga tushirsin. Yana men bitta narsaga hayron qolyapman. Toshkentdaman, kvartiradaman. Meni uyimda Wi-Fi'm 20 ms ko'rsatadi. Nastroyka bo'limida. 20 ms 20 ping degani. Bu yerda tur ping ko'rsatyapti. Tur ping. Nima degani bu? Qo'l. Tur ping ko'rsatyapti. Qanaqasiga men birinchi marta shu paytgacha PUBG o'ynab, umrimda tur ping ko'rishim. Telefonim vashshi tez kirdi, telefon o'yinga, PUBG'ga vashshi tez kirdi. Ko'rdilaring jigarlar? Hamma joyda turibdi. Hech narsa o'chib ketmaydi. Hamma narsasi joyida. Kerak bo'lsa mana fayllarni yuklab olinglar. Menda barisi yuklanib bo'lingan. Kerak bo'lmasa yuklab olmanglar. Bo'ldi jigarlar. Keraksiz qolgan hammasi bo'ldi. Mana bossalaring skachat bo'laveradi. Yoki shart bo'lmasa qo'yaverasizlar o'zlaringga qarab. Yo'qsa. Videomiz shundan iborat edi jigarlar. Charchanglar, salomat bo'linglar. Mana 2 ping ko'rsatyapti. Mana shunaqa ko'rganmisizlar jigarlar? Kim ko'rgan bunaqa pingni? 2 ping. 2 ping kim ko'rgan? Men YouTube'ga joylaganman. Profilimga o'tib, kanalimga o'tib ko'rsalaring bo'ladi. Wi-Fi qanaqa, nima? 2 ping kim ko'rgan? Hech qanaqa cheat-pet bir bola VPN-siz. Mana o'zi telefonda quruq o'zi. Mana Wi-Fi ga ulanganman, Toshkent Wi-Fi ga. Shunaqa ko'rsatyapti. Ko'rlaring jigarlar. Salomat bo'linglar, charchamanglar. Eng muhimi internetda gap. Internetni kuchli qilsalaring 5 yillik Wi-Fi olib zo'r ishlab beradi, stabilni. Meniki 45 fps bo'lsa ham, lekin o'yinim 120 fps, 60 fps da beryapti.
to'g'riroq olmish efes. Salomat bo'linglar jigarlar. Bugungi video ham shundan iborat edi. Like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Manfaatli bo'lgan bo'lsa xursandman. Sizlarni yaxshi ko'raman.